Monzamizda tarpetga detallari bo'ladi. Bu stolga hammasi joylashtirganmiz. Mana bunaqa karpetlarni qaranglar, qanaqa stik. Hammasi stik bo'ladi. Bizda unaqa bardak ishi yo'q, xudo xolisa. Klimat kontrollari hammasi sochib qilindi. Bu yoqda monitorlari hammasi sochib qilingan edi. Uni storieslarda ko'rsatib borgan edim. Patologimizga keladigan bo'lsa, birinchisi vibroizolyatsiya bor, ikkinchisi termoizolyatsiya bo'ladi. Mashinaning rangi bilan sal bir xil bo'lib qoldi. Patologda uchinchi sloyi xuddi shunaqa bo'ladi. Qismga keladigan bo'lsa, birinchisi hozir vibroizolyatsiya bor, ikkinchisi ustidan termoizolyatsiya qilamiz, uchinchisi vakuum bo'ladi, to'rtinchisi apshipkada bo'ladi. Orqasida vibroizolyatsiyalari hamma narsasi joy-joyida bo'lgan, relyeflari qo'yildi, karpetlari hamma narsasi akkuratni joy-joyida, o'raladigan simlari, luk shlankalari hamma narsasiga qarab chiqqanmiz. Polimizga keladigan bo'lsa, birinchisi vibroizolyatsiya bor, termoizolyatsiya, zvuk izolyatsiya hamma narsasi bo'ldi. Maksimalni ko'tarilganicha ko'tarib boramiz. Hozir tarpetka qismini bitta vibroizolyatsiyasini taxlab olishim kerak. Shu bilan mashinamiz 100% yig'ishga tayyor.